nefropatologimiz bo'lganliklari uchun men aytishga jazm qildim. Farzandlarim bor, egizaklar 7 oylik chala tug'ilishim natijasida travma bilan tug'ilishdi va 3 oydan keyin doktor qo'yapti diagnozini DTP. 3 yilgacha olib bormagan joyimiz qolmadi. Namangan, Andijon, Farg'ona o'zimizda, hatto Toshkent. Biz Rossiyaga olib borish paytida, ya'ni yanvar oyida vrachimiz Dilrabo Toshpo'latni kirib shu maqsadda olib boryaptilar. Men qanaqadir chindan ishondim. Mana hozir 5-oy o'tib kelyapti, natijalarim oldingi natija aytganlaridek 4 kun axlat qilmas edi. Bizga bayram edi. 4 kundan keyin axlat qilsa. Ertasi kuni 4 marta qildi, obedga jo'r. Shunda ichida shlaklar, qora har xil narsalar bilan har kun mana. Ikkinchi natijam oyoq qo'lida tonusi bor. Kimda agar DTP nima bo'lsa bilishadi. Cho'nlari yopishgan, ocha olmaydi, kela olmaydi. Shu hozir qo'yib yuborildi. 3 yoshi 2 oyda pampersdan chiqdik. Aqliy faoliyat o'sdi. Faqat boshini ko'tarib, xohlamasida harakat qilishdi. Hozir engalayapti, o'tirishni boshladi. Xohlasangiz videolarni ham ko'rsatishim mumkin. Yana natija mana o'tirishni boshladi, o'zini boshqarishni boshladi. Eng zo'r natija mana 3 yil ichida sochim oqarib ketdi. 37-8 da isitmani ko'tarolmasdan sudurga berardi. Shu holda 5 oydan beri mana xoh ishonmay sudurga bo'lgan edi. Shuning uchun yerda yoningizda turibman. Tushunasizmi? Ishga o'qituvchiman. Ishga ketganimda ayam yonimda qaraydilar. Har tarafda ishimda ay bola yaxshi. O'ylab turgan bolasini chiqaradi, sudurga beraveradi. Ishimni tashlayman, yuguraman bansiyaga birinchi yordam. Mana hozir 38,5 isitma bo'ldi u kuni. Shu biroja bo'lib qoldi. Sudurga beraman. Eng yomoni suxlada ham bo'ldi sudurga. Shu ikkalasida mana hozir qoldi. Xohlaysiz mana natijalar hamma yo'g'im bor. Bularni olib kelgan insonlarga, shunaqa vrachlarimizga men judayam cheksiz ona sifatida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat sizlarga, barlaringizga.